Assalomu alaykum va rahmatulloh. Salomatligingiz yaxshimi? Bugun biz juda ham noodatiy joydamiz. Bugun bizani mehmonimiz ham juda ham noodatiy inson, afsonaviy inson. Kickboks bo'yicha xalqaro toifali sport ustasi, boks bo'yicha xalqaro toifali sport ustasi, boks bo'yicha sport ustasi nomzodi, universal jang bo'yicha Osiyo chempioni, pinchak silat sport turi bo'yicha jahon kubogi sohibi va Muay Thai bo'yicha O'zbekiston chempioni, minglab shogirdlarning ustozi, 24 yillik tajribaga ega murabbiy Davron aka Qodirov. Assalomu alaykum rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz ustoz? Ha, alhamdulillah, hammasi yaxshi. Hayot go'zal. Такой радуга де цветной. Bu suhbat men uchun o'zim uchun juda ham qadrli. O'zi ancha savollarim ham yig'ilib qolgan edi. Biz ko'p ko'rishamiz, lekin savollarim ham ko'p bo'laveradi. Biza o'rtoqlab 2008-yilda tanishgan bo'lsak, hozir qancha 16 yil bo'libdi. 16 yillik mening ustozim. Mana shu hayotda nimaga erishgan bo'lsam, hammasida o'rni bor bo'lgan inson. Hozir bularni ham sizlarga tanishtiramiz, bularning fikrlashlari, hayotga qarashlari va qanaqa qilib shu paytga kelishimga qanchalik katta sabab bo'lganlarini ham bu so'zlardan o'zingizlar tushunib olasizlar. Davron aka, o'zingizni bir tanishtirsangiz o'zingizni. 13 yoshimda men sportga kirib kelgan bo'lsam, 15 yoshimda murabbiylikni boshlaganman. Bu murabbiyligimni boshlanishiga sabab ustozim Ukrainaga va ikkinchi ustozim Amerikaga ketganlari sabab bo'lgan. Shunda sport zalni endi oldi bolalardan bo'lganligim uchun bo'lsa ham kerak, endi hamma inson baribir ko'zi yetadigan insonga topshiradi. Shuning uchun bo'lsa ham kerak deb o'ylayman. Ukrainaga ketayotgan paytlarida Doro, senga ishonaman, ko'zim yetadi. Sen bolalarni shug'ullantirib, meni davomchim bo'lib shug'ullantirgan. Va musobaqalarga o'zing olib chiqasan deb zalni menga topshirib ketganlar. O'shandan keyin sekin mana trenerlik qilib, trenerlik sohada уже 16 yoshimda demak oldin bingo degan qimorxona bo'lardi. O'sha bingoni ahranalar kelib shug'ullanishardi. 17 yoshimda 17 ta bolani Marg'ilonga musobaqaga olib borganman, xalqaro turnirga. Va yerda 17 ta bolani mehmonxonaga joylashtirib, musobaqada qatnashtirib, yo'llariga qarab olib borib, olib kelib chempion qilib olib kelish muvaffaq bo'lganman. 18 yoshimda O'rta Osiyo turnirini o'tkazganman. Shu O'rta Osiyo turnirini yuqori saviyada o'tkazganimdan keyin musobaqani yopilish marosimida shu federatsiyani prezidenti o'sha payt Sardor aka Tashqajayev bo'lganlar. Sardor aka Tashqajayev musobaqaning so'ngida 18 yoshli bola O'rta Osiyo turnirini yuqori saviyada tashkillashtirib o'tkazishi bu sportda sensatsiya deganlar. Va shundan keyin birga ishlaymiz. Men senga yo'l yo'riq ko'rsataman, kelajakda o'sasan degan takliflariga labbeyda javob berib, mana hozirgi kungacha bizani mana ustozim yo'l yo'riq ko'rsatib, saboq berib keladilar tushunmagan joylarimda. Shundan keyin ishladik, mehnat qildik. 19 yoshimda harbiy xizmatga ketdim va ertadan sport bo'linmasiga, Dinamoga, Toshkentga chaqirishdi va erta sport bilan shug'ullandim. Harbiy xizmat ham bo'ldi. O'zbekiston chempioni bo'ldim. Sport ustasi unvonlariga erishdim va kickboksing bo'yicha xalqaro turnir o'tkazildi Farg'onada, Neftchi stadionida bo'lgan edi. Unda O'zbekistondagi eng zo'r har bir vazn toifasining eng zo'rlari ishtirok etgan. O'sha yerda mana Timur Muhammadjanov, Almaz Yusupov, 4 karra jahon chempioni, Ne'mat Bobomuhammedov, men o'zim ham 51 kiloda qozog'istonlik raqibim bilan urushib, erta chempionlik kamarini qo'lga kiritganman. Va shundan keyin mana 20 yoshimda kickboksing bo'yicha Toshkent shahar kickboksing federatsiyasi prezidenti lavozimiga saylanib faoliyatimni yurg'izdim. Va 21-yil O'zbekistonda
kikboksing bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazildi va bu Osiyo chempionatida 5 ta vazn toifasida shunaqa xatoli yo'l qo'yilgan va bu yerda final janglariga 3 ta odam chiqib qolyapti. Bu yerda ozgina setkasi sal noto'g'ri bo'lib qolgan va bu xato kuchliligidan o'sha bosh kotiblik qilayotgan eronli inson даже yig'lab yubordi. Chunki bu xalqaro bo'lganligi uchun bu yerda hamma respublika o'zini bolasini chempion qilgisi keladi, boshqa qiladi. O'shaning uchun keyin federatsiya prezidenti ustozimiz Sardor aka Tashqajayev o'sha paytda Jahon federatsiyasi prezidentiga aytdilarki, "Sen bosh kotibingga aytgin, bu bolaga tushuntirib bersin, bu o'zi yechib beradi." O'sha paytda men 21 yosh bolaman, ana Jahon federatsiyasi prezidenti menga qaradi. Keyin shu bilan ensasini qotirib bir narsalar dedi. Keyin shu bilan menga ana bosh kotib setkani ko'rsatdi. Endi qayerda xato bo'lganligini ko'rdim va mana shu 5 ta davlatdagi sportchilarni rahbarlarini yig'ib o'sha yerda tushuntirib berdim. Bu yerda mana bu xatolarni hisobiga mana finalga chiqadi, mana 3-o'rinni oladi deb hammasini demak to'polonsiz hal qilib berganligimni ko'rdida Jahon federatsiyasi prezidenti chapechalidi. Keyingi yilgi jahon chempionatining bosh kotibi shu bolani qilamiz deb keyin 22-yil kikboksingda o'sha jahon chempionatining bosh kotibi bo'lib faoliyat olib bordim va u yerda ham yuqori saviyada o'zimni ko'rsatganligim uchun keyin meni kikboksing bo'yicha respublikada hakamlar hay'ati raisi qilib saylashdi va 2011-yilgacha kikboksing universal janglari bo'yicha O'zbekistonda qanaqa turnir chempionatlar bo'ladigan bo'lsa, xalqaro miqyosdami, respublika miqyosidami qanaqa chempionatlar bo'lishidan qat'iy nazar, erta men o'zim rahbarlik qilib, bosh hakamlik qilib, o'zim boshqarib keldim. Asosiy mavzuga kirishdan oldin bitta savolda o'zimga ham qiziq bo'ldi. Mana shulardan keyin aytib berganingizdan keyin bu shuncha natijalar albatta Allohning fazlidan. Albatta. Sababiyatini aytadigan bo'lsa, nimadan deb o'ylaysiz? Sababiyat jihatdan. Sababi endi mehnat, qiyinchilikni o'ylash kerak emas. Faqat ishonchni oqlash kerak. Endi menga shu 18 yoshimda Sardor aka Tashqajayev yo'l ko'rsataman, o'zasan deganlari uchun labbay degan javobim bor. O'shanga qat'iy turgan, sodiq turgan holatda Sardor akam uyaltirib qo'ymasligi uchun kerak bo'lsa kechalari bilan ishladi, mehnat qildi, ishonchimizni oqladi va shuni evazidan bo'lsa ham kerak deyman, natijalarim yaxshi bo'ldi va ustozlarning duosi shogirdlarning yo'lini ochadi. Ustozni duosini olgan shogirdlar hech qachon xor bo'lmagan. O'shaning uchun ham deb o'ylayman, men har doim menga ustozlik qilib kelgan insonlar har doim mendan mamnun bo'lib kelgan, ko'nglini olishga harakat qilaman. O'shaning uchun deb o'ylaymanki, meni kelajakda ishlarim ham oldiga bosadi va shu paytgacha bo'lib kelgan ishlarim hammasi omadli bilan bo'lib, yengil bo'lgan hammasi va ustozlarimni ishonchini to'la oqladim desam mubolag'a bo'lmaydi. Zo'r. O'zi siz bilan asosiy eng ko'p yig'ilib qolgan savollarim bugun ustoz shogirdlik. Mana hozir zamon rivojlanyapti. Kimdirlar onlayndan har xil narsalarni o'rganib oladi. Hozir bemalol bir bilim olaman desangiz, internetdan ham boshqa joydan ham olasiz. Oldin ustoz shogirdlik ancha mustahkam bo'ladi. Bir narsani o'rganmoqchimisiz, kimdirga shogird tushib, 1 yil, 2 yil, 5 yil yonida yurib, keyin u ustoz fotiha berib, bir o'zini kasbini topib ketardi. Hozir bu narsalar sekin qolyapti-da, chunki bu yerda bilim olish manbalari boshqa joylarda ham juda ham ko'p tarqalib ketgan. Endi bunday o'ylab qarasak, hamma joyda shogird bor, hamma joyda ustoz bor. Bog'chada ham, maktabda ham, institutda ham, hatto prezidentda ham kimdir ustoz, kimdir shogirdlik bor-da u yoqda. Har bitta narsani bir yetuk mutaxassis bo'lmoqchimisiz, albatta bir ustozni etagini tutish kerak. Mana shuni yo'l yo'ruvlari haqida nima qilsa
shogird ko'karadi. Nima qilsa ustoz ham yoshi katta bo'lganida shogirdlarini ardog'ida bo'ladi. Mana shu mavzuni bir ochsangiz siz bilan. Xo'p, endi ustozni duosini olgan ko'karadi har doim. Bu tajribamizda ko'rib kelyapmiz. Bizda mana hozir endi baribir shogirdlarning ham palagiga bog'liq. Uydagi atmosfera, ota-onasini tarbiyasi, ota-onasini saviyasi, qanaqa tarbiya berganligiga ham bog'liq. Ota-ona yaxshi ota-onadan tarbiya olib boshqaga shogirdlarda ko'proq minnatdorchilik bildirib keladigan minnatdor shogirdlar bo'ladi ko'pincha. Endi ustozlarda ham hozirgi kunda ustozlarda ham katta xato bo'lyapti. Biza faqat teoriyani tushuntiramiz, qanaqa bo'lish kerak, nima qilish kerak, to'g'ri yo'nalishini, bular qanaqa yaxshi rezultatlar ko'rsatish, bularni hammasini o'rgatar ekanmiz-da. Lekin ustozga qanaqa e'tibor bo'lish kerak, e'tiborga qanaqa addachi bo'lish kerak, qanaqa hurmat bo'lish kerak, bu narsalarni biz o'rgatmas ekanmiz. Bizning xatoyimiz va tushunmasdi ekanda. Biz faqat bularni mehr berib, bularni o'stirishga, yaxshi rezultatlarga erishsin, yaxshi natijalarga erishib, kelajakda yaxshi obro'li, yaxshi insonlar bo'lib yetishsin deb harakat qilamiz. Lekin ustoz qanaqa hurmatli bo'lish kerak, ustozga e'tibor qanaqa bo'lish kerakligini biz o'rgatmas ekanmiz-da. Keyinchalik mana o'tirib, o'ylab qolaman bir shogirdlarimiz kelib, "Va ustoz, men buni menga bering, va ustoz, men buni zo'r ekan, va menga bersiz bo'lar ekan, menga bering" deydi. Lekin ustozga ilinib, "Ustoz, men bu sizga olib keldim, ustoz, men bu" deb ilinadigan shogirdlar kamayib ketgan hozir. O'shanisidan ham bilsa bo'ladi-da. Chunki biz ustozni qanaqa hurmat qilish kerakligini, bu Fatiha duo olib ish boshlanish kerakligini biz tushuntirib bera olmayotgan ekanmiz-da. Endi bizani nima deydi, andishani nomi qo'rqoq deydi-ku. O'shaning uchun biz tortinib, ustozni mana qilish kerak, senda nima qilyapsan? Ustozga e'tibor, ustozga hurmat shunaqa bo'ladimi deb gapirishga orinib, biz gapira olmaymiz. Bir xil ustozlarda gordost yo'l qo'ymaydi-da. Bunda minnat qilayotganda ham bo'lishi mumkin. Shunaqa tushunib qoladimi deydi. Keyin mayli o'zi tushunar, katta inson-ku deydi, lekin biz uni tushuntirib bermaganimiz uchun ular o'zi shunaqa bo'lish kerak-da, u menga berdi-ku, bo'ldi, men endi o'zim qilib ketiraman, qo'limdan kelyapti-ku, bo'ldi-yu deydi-da. Shu bilan qarasa ustoz qolib ketdi daryoda, bu o'ziga oldiga ketdi. Keyin bu gardish bilan aylanib kelib o'ziga taqalgandan keyin shogirdlardan shu narsa qaytgandan keyin o'ylab qoladi. Men nima qildim-ku, men ustozimga nima qildim? Menga nima qaytyapti? Men bunaqa bo'lish kerak ekan deydi. Keyin asosnamat qilib, keyin уже orqasiga qarab ustozni hurmat qilishni boshlaydi-da. O'shaning uchun biz ustozlar shogirdlarga ustozni qanaqa hurmat qilish kerakligini ham o'rgatishimiz kerak ekanda. Bu yerda mana zo'r narsa aytdingiz. Mana o'zim uchun deb o'ylaydi. Agar hozir hurmat qilishni o'rgatsam, xuddi hurmat talabli qilayotgan edim. Yo'q, bu yerda bu odamning yana o'nlab, yuzlab ustozlari bo'ladi hayoti davomida. Agar shuni bir marta dakki berib o'rgatib qo'yadigan bo'lsa, u nafaqat bizani, boshqa ustozlarni ham hayot davomida hurmat qilib yuradigan bo'lar ekanda. Keyin shunaqa shogirdlar bor, ustozdan nimadir iltimos qiladi, yo vaqti yetmaydi, yo qilib bera olmay qoladi, nimadir uni ko'ngliga yoqadigan narsani bera olmay qolsa, qilib bera olmay qolsa, srazu xafa bo'ladi, bo'ldi. Ustoz yomon arazlab bo'ladi, ketdi. Lekin o'ziga savol bermaydimi? Ustozdan xafa bo'lish uchun men arzigulik nima ish qilib qo'ydimki, men ustozimdan xafa bo'laman. To'g'rimi? O'shaning uchun oldin ustoziga hech narsa qilib o'tkazib qo'ymagan, bunda faqat o'rganyapti. Bundan xafa bo'lagan ketyapti. Qanaqa bo'lishi mumkin bu? O'shaning uchun bu narsalarni to'g'ri tushunish kerak. Ustozdan hech qachon xafa bo'linmaydi. Ustoz nima desa labbay deyish kerak, o'ziga yoqmasa ham o'shani qilish kerak. Nimaga? Chunki ustoz kelajagini biladi, oldini biladi. Bu yo'l qayerga olib borish kerak, borishini biladi. O'shaning uchun qilmadiyaptimi, bo'ldi, qilish kerak emas. Qilish kerakmi? Qilish kerak. Ustozga otasidek ishonish kerak.
mana Habib Nurmagomedov nimaga вот butun jahonda вот aziz mukarram? Chunki u ustozini hurmat qiladi. Ham ustozi uni otasi. Ham otasi. Ham ustozini otasidek hurmat qiladi, ham otasi ustozi. O'shaning uchun bizani shogirdlar ham ustozini otasidek yaxshi ko'rib aytganini qilsa, ana o'shanda Habib Nurmagomedovlarga o'xshagan darajalarga yetishadi. O'sha bularni cho'qqiga chiqishini sababi bu ustozini aytganini to'la qilgani uchun, otasidek yaxshi ko'rgani uchun bu yutug'i bo'lgan, undan tashqari otasi ham ustozi. To'g'ri ustozlik qilgani uchun. Xuddi shunaqa. O'zi mana har xil shogirdlik keladi sizga. Xarakterlari har xil. O'zi ustozlar qanaqa ularga moslashib muomala qilish kerakmi yoki ular bolalar ustoziga moslashib muomala qiladi? O'zi qanaqa shuncha odam, masalan, nechta shogirdlaringiz bo'lgan, qo'yniga yo'l topa olgansiz? Endi yaxshi bilan yomon birga bo'lib qolsa, yomon yo yaxshi bo'lib ketadi, yaxshi yoki yomon bo'lib ketib qoladi-da. O'shaning uchun ustozdek bo'lish kerak. Ustozmi? Bu kelgan shogird ustozga qarab to'g'rilanadi. Ustoz bu kompas. Mana shu dengizlarda hech narsa ko'rinmaydigan joylar kelib qolganda yoki o'rmonga kirib hamma joy bir xil bo'lib qolgan joyda kompasga qarab boradigan manzilni topganda ustoz ham xatga ko'rsatsa, shogird xuddi o'sha yoqqa boradi. Agar ustoz ko'cha bo'lib, takoy Kuchinskiy bo'lsa, shogirdlar ham takoy Kuchinskiy bo'lib, oxiri o'sha ko'cha bo'lib ketadi-da. Kompas boshqaga qarab qoladi-da. Ha, ustozi to'g'ri yo'lda saprovojdat qilib, buni kelajagini o'ylab, to'g'ri tarbiya berib, to'g'ri yo'nalish bersa, kelajakda bu shogirdlar qaysidir o'rinlarda ministr bo'ladi, vazir bo'ladi, xudo xolasa kelajakda prezident ham bo'lib qolishi mumkin. Chunki bizning prezidentlarimiz ham o'zlariga yarasha ustozlari bor. Ko'p eshitaman-da sizdan. Bolalarni stroysa qilib, o'shanda gapirayotganda har xil, men o'zim ham esimda bor. Zo'r gaplar gapiriladi, ya'ni hikmatli gaplar, просто uramiz, kuchli bo'lishing kerak emas-da, ya'ni hikmatli gaplar bilan, kerak bo'lsa hadislar bilan, kerak bo'lsa bu yerda hozir ministrlar turibdi, prezidentlar turibdi deb turib motivatsiya berib, qilardingiz. Qanchalik mashina ahamiyati bor o'zi? Endi mana yevreylar ko'pincha ko'proq yutuqlarga erishgan xalq hisoblanadi-da. Nimaga desa, bular mana shu 5-sinflarga yetgan paytida oldiga bitta maqsad qo'yar ekan. Men prezident bo'laman deb maqsad qo'ydimmi? Mana shu prezidentlik uchun prezidentlar nimani bilish kerak? Mana shu hamma narsani o'rganib, mana shu prezidentligiga harakat qiladi va oxiri borib bu prezident bo'la olmasa ham premyer ministr darajasiga yetar ekanda. Hozirgidekka. Ha, o'shanga o'shaning uchun stroyga turgan paytda men har doim aytaman, mana shu bolalarimiz orasida xudo xolisa kelajakda prezidentlar turibdi deb tasavvur qilaman va bolalarga ham shunaqa motivatsiya beraman, чтобы kelajakda bular prezident bo'laman deb harakat qilsa, mayli prezident bo'la olmagan taqdirda ham vazir bo'lsa, ministr bo'lsa, o'zini yo'nalishida yaxshi insonlar bo'lib yetishsin degan maqsadda bularni ozgina motivatsiya berib ruhlantiraman, чтобы o'zini shunaqa urovenda his qilsin. Ya'ni himmatni baland qilsin. Albatta. Ketib kunini o'tkazishdan iborat emas. Ana aytadi-yu, osilsang balandorga osil, o'ligingni hamma ko'rsin deydi. O'shaning planka qo'ygan paytda takoy cho'qqisini qo'yish kerak-da plankani. Niyat qo'tim, orzu qo'tim, balandini qilish kerak. Ana o'shanda nimadir rezultatga erishadi-da. Aytadi-yu, generallikni orzu qilmagan soldat emas deydi-yu. O'shaning uchun har doim maqsad qo'yganda oliysini maqsad qilish kerak. Allohdan so'raganda ham eng oliylarini, zo'rlarini so'rash kerak. O'shaning uchun butun olamning Robbisiga bu dunyo hech narsa emas. Alloh beraveradi, hammaga beradi, faqat niyatga qarab beradi. O'shaning uchun so'rashni bilishimiz kerak. So'rashni bilish kerak. So'ragandan keyin o'shanga qarab harakat qilish kerak. Bitta inson aytgan ekan, "Sen yaxshi yo'lda turibsan, yaxshi" degan. "Sen yurmasliging yomon" deganda, o'sha yaxshi yo'lda turish kerak emas, yaxshi yo'lda yurish kerak ekan. O'shaning uchun harakat qildimi, niyat qildimi, bo'ldi, gazini bosish kerak, harakatini qilish kerak, sababini qilish kerak.
o'zi ko'pincha mana shunda ham muammolar bo'ladi. Yaxshi niyatlarni qilaveramizda o'zidan o'zi bo'lib qolish kerak-da u. Ha, endi harakatsiz natija nolga teng. O'shaning uchun harakat. Sandan harakat, mendan barakat deydi. Qayerga harakat qilsa, o'sha taraf eshigini ochib yuraveradi. Haloldan taqillatsa, haloldan beradi. Qaysi yo'l tanlayapti? O'sha Alloh bergan o'zi hayotiy formulalar bor. Agar formulalar bo'yicha agar hayot kechiradigan bo'lsa, hech qanaqa ham tashvish chekmasdan harakat qilsa, Alloh rizqini yetkazaveradi. Bu tishi bergan, oshqozonni bergan Robbimiz bizga rizq bermaydimi? Faqat o'sha rizqqa harakatimiz bilan erishishimiz kerak. Ana o'shanda ham shirinroq bo'ladi, totli bo'ladi, mazmunli bo'ladi, tariximiz chiroyli bo'ladi o'shanda. Xotirjamroq yashaymiz-da. Albatta. Men ham bunaqa bo'lyapti. Misol uchun mana kuchu 1 yilda 2 marta tug'adi, 8 martalab. Lekin qo'y 1 yilda 1 marta tug'adi, agar solih bo'lsa 2 ta tug'adi. Lekin biz har kuni qo'y so'yib, qo'y go'shti yeyveramiz, qo'y kamayib ketmaydi. It 1 yilda 2 marta tug'sa ham 8 ta 10 talab. Biz it yemasak ham, lekin hamma yoq it bosib ketmaydi-da. Bu bizani aqlimiz yetmaydigan ilohiy qonunlar bor-da, ilohiy formulalar bor. Agar o'shalarni yo'lga qo'yib qo'ysa, ota-onasini roziligini olgan inson deydi, g'am chekmasa ham o'zini qamini ulug'i bo'ladi deydi. Xuddi shunaqa teskarisi. Ota-onasini qarg'ishini olgan hech qachon ko'karmaydi. Ming zo'r ishlar qilgan taqdirda ham baribir nimadir bo'ladi, oxiri kelib turib proval bo'ladi, xor bo'ladi. O'shaning uchun bu hayotiy formulalar bor. Ota-onasining duosini olish, o'shani zaifligi ihson qilish. Bu zaifligi ihson qilish faqat pul bilan emas. Misol uchun yordam bilan bo'lishi mumkin. Yoki kimdir xarakterida takoy zaifroq taraf bo'lsa, qattiq gapirib yuborsa, qo'rqib qoladigan bo'lsa, o'shani inobatga olib, yaxshi gapirib to'g'ri tushuntirsa, u ham ihsonga kiradi. O'shaning uchun o'zi hayotiy formulalar bor. Agar o'sha hayotiy formulalar bilan agar to'g'ri biz yashasak, bizni ko'p ham harakat qilishimiz shart emas. Zo'r. Trenirovka paytlarini eslayman-da. Har xil o'tadi. Ya'ni faqat ur, tep, yiqitmasda, ya'ni har xil o'yinlar bo'lardi. Hozir qizimga ham o'rgatganman. Polnos degan o'yinimiz bo'lardi. Endi qo'yadi o'sha o'yinda. 5 yoshli qizim. Endi bu faqat mashg'ulotlar faqat fiziki tayyorgarlik bilan emas. Bu har xil o'yinlar bilan chiqariladigan o'zini mahoratini oshiradigan упражненияларimiz bor. Ana o'sha o'yinlar ham qiziq bo'ladi. Bu mashg'ulotlarni qiziqtirib beradi. Bolalar qiziqishini orttirib, shu ishlashga va o'zini funksiyalarini oshirishga bu o'yin bilan qilinadigan mashg'ulotlar hozirgi kunga eng dolzarb bo'lgan, chunki hozirgi bolalar qiynalgisi ham kelmaydi, o'zini o'zi yaxshi ko'radi. O'shaning uchun bu o'yin bilan qilinadigan mashg'ulotlar, uslublar bu hozir yangi 21-asrni trendlari. Esimda bor, psixologiyasi ham yondashilinardi-da, Do'ranaga. Endichi murabbiy bo'lgandan keyin, murabbiy, trener bu urishda ham, tepishda ham, himoya qilishda ham, psixolog bo'lish, buni yurish, turish hammasida ustoz bo'lish kerak-da. Bu faqat trener degani urish tepishni o'rgatding bo'ldi emas. Chunki ota-onalar farzandiga to'liq tarbiya bera olmaydi. To'g'ri tarbiya demayman, to'liq tarbiya bera olmaydi. Nimaki bular ertalabdan kechgacha ishda, bolalar o'qishdan keyin uyga keladi, nima qilyaptimi, qo'yyapti, ota-onalar sam glanda чтобы ishkal qilib qo'ymasa bo'ldi. Shu tinch bo'lsa bo'ldi. Lekin bu mana bizani trenerlar bizni mana shu insonlarni farzandlariga biza tarbiya ham berishimiz kerak, fiziki ham baquvvat qilish kerak, musobaqalarga olib chiqib chempionlar qilib, bularni aeroportda yig'lab, yutug'ini, shon sharafini ko'rib, ko'zdan yosh chiqadigan darajalargacha olib chiqishimiz kerak. Bir xil farzandlar bor, ota-onasini Melisa xolaning tegida yig'latib o'tiradi-da. Unaqalardan Xudo asrasin. O'shaning uchun
biza yoshlarimizga, farzandlarimizga qanchalik darajada ko'p e'tibor berib bularni qilsak, ertaga bular bizani ko'taradi. Insonni yoshligida mansabiga, puliga qarab turib odamlar hurmat qilar ekan. Yoshi o'tgandan keyin farzandlariga qarab turib hurmat qilar ekan. Bu palonchakani adasi, u palonchakani dodasi degan gaplar bilan va bolalariga qarab, navaralarga qarab turib ota-onalarni hurmat qilar ekanda. O'shaning uchun biz qanchalik farzandlarimizga to'g'ri tarbiya berib, to'g'ri yo'nalish berib, to'g'ri fikrlar qilsak, kelajakda bular ota-onasini yuqori darajaga ko'taradigan darajadagi farzand qilib biz tarbiya qilishimiz kerak. Chunki ko'p farzandlar ota-onani qadriga yetmaydi. Lekin onangni deb so'ksa, men so'rayman deb bo'ladi. Onangdan so'ksa sen nima qilasan? Va o'ldiraman deydi. Hop, onangni deb so'kkaniga sen o'ldirar ekansan. Lekin sen onangni duosini olyapsanmi? Shunga yarasha onangni faxri bo'lyapsanmi? Ota-onangni sen baqirib, takonu dilini ortmayapsanmi? Bu sen ota-onangni dilini oritsang-u, mana bitta onadan so'kkaniga anti o'ldirib yuboraman desang, u qanchalik darajada bir-biriga gapingga to'g'ri keladi. Gaping amalingga qanchalik darajada to'g'ri keladi. O'sha narsalarni to'g'ri tushuntira bilish kerak. Ana o'shandagina Xudo xolisa bolalarimizni yetuk yaxshi farzandlar bo'lib yetishadi. Do'rniga meni sizni o'zingiz ham va yana qancha ustozlaringiz bo'lgan. Ulardan olgan eng kuchli bir maslahatlarni aytib bersangiz. Endi sizni mana shu hozirgi holatingizga kelishingizga sababchi bo'lgan maslahatlar. Endi men mana 18 yoshimda O'rta Osiyo turnirini o'tkazganimda Sardor aka Tashqajoyev Keman bilan birgalikda ishlab, men senga yo'l yo'ri ko'rsataman deganlariga labbay deb javob berib, menga o'sha paytda shunaqa gap aytganlar, yosh bo'lsang ham yosh boladek o'ylamagin deganlar. Yosh bo'lsang ham kattalardek fikrlagin deganlar. O'shaning uchun men iloji boricha harakat qilardim kattalardek fikrlashga. Mana shu 20 yoshimda Toshkent shahar kickboksing federatsiyasining prezidenti bo'lganimda ham mana shu mendan katta trenerlarni g'ashiga tegib qo'ymay degan maqsadda чтобы endi yosh patsan bola menga mana bunaqa buyruq beryapti, mana bunaqa qilyaptimi deb g'ashiga tegib qo'ymasligi uchun mana bunaqa qilsa qanaqa bo'ladi, kelinglar mana bunaqa qilaylik, men menga ozgina yordam berib yuboringlar deb turib, o'sha ustozlarimizga yaxshi gapirib, yo'lga solib, mana shu federatsiyani iloji boricha ko'tarishga, yurg'izishga, hamjihatlikni oshirishga harakat qilardim. Va o'sha paytda menga Sardor aka aytganlar, seni insonlar mol dunyo uchun hurmat qilmasin. Insonlar seni borligingcha hurmat qilsin deganlar. O'shaning uchun ham o'shanga amal qilgan holatda harakat qilganman va mana 2011-yildan 2018-yilgacha bo'lgan periodda men trenerlik faoliyatimni olib bormadim. O'sha holatlarda ham qattiq kim ko'rgan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham baribir o'sha darajalarda qana hurmat qilishgan bo'lsa, meni ham o'sha paytda shunday hurmat qilishardi. O'shaning uchun haligacha o'zimga shunaqa hisoblayman, odamlar meni mol dunyo uchun nimam uchundir hurmat qilishmasin. Meni hurmat qilsa, o'zimni samimiyligimdan hurmat qilsa degan maqsadda. Zo'r. Men o'zim ham siz bilan aytib o'tay, kafega ham qaqqadir borsak, shu qatga borsak, bir kamida 2-3 ta odam so'rashib ketadi-da. Qorboboni ham shuncha odam tanimas ekan. Endi Qorbobon ustozimiz-ku. Endi ustoz qanaqa bo'lish kerakligi haqida ham bir aytsak, men o'zim ham bitta endi kichikroq bo'lsa ham kompaniya rahbariman. Xodimlarimiz bor, ularga ustozlik qilamiz. Oilada masalan, farzandlarimizga xuddi ustozdek muomalada bo'lamiz. Va boshqa shogirdlar ham bor. Ularga ustoz o'zi qanaqa bo'lish kerak? Nimalarga amal qilish kerak? Endi ustozlarni har xil bo'ladi. Ustoz samimiy bo'lish kerak. Zo'r gap. Ustoz ustozligini qilish kerak. Shogirdlardan ko'p narsa kutilmaydi. Ustozlik qilyapsanmi? Allohning roziligi uchun ustozlik qilish kerak, natija kutilmaydi. Natija o'sha bergan samimiy o'g'itlaringda o'sgan halol insonlar ana o'shanda senga halol natija bo'lib qaytadi.
yaxshilik qilsang deydi, yaxshilik qilsang Allohning roziligi uchun yaxshilik qilish kerak deydi, natija kutish kerak emas deydi. Va yaxshilik qilgan insoningda sen sinalasan deydi. Ha. Bu nima degani? Sen yaxshilik qilding, u yaxshilik qilgan odaming senga yaxshilik bilan javob qaytarmaydi, o'girilib ketib qoladi yoki ko'rmaslikka olib ketib qoladi yoki nimadir ish qilib qo'yadi. Ana o'sha paytda, "Voy, men mana bunaqa ish qiluvdim, sen mana bunaqa eding, men bunaqa qiluvdim, senga" deb gapirib qo'ysa, o'sha qilgan mehnati hammasi yuvilib ketdi degani. O'shaning uchun qildingmi, o'rgatdingmi, bo'ldi. Allohning rizosi uchun o'rgatding. Bu senga yaxshilik qilsa ham, sendan xabar olsa ham, sendan xabar olmagan taqdirda ham bo'ldi. Bu unutilish kerak. Eslab, minnatdor bo'lib, senga rahmat olib kelsa, unda xursand bo'lasan. Bonus xuddi. Bonus bo'ladi, ha. Agar kelmadi, unutib yubordimi, bo'ldi. Biz natijani Allohdan kutamiz. O'shaning uchun yaxshilik qilsang, yaxshilik qaytmaydi deydi. Ko'pchilik holatlarda. Endi biz yaxshilik qilib, biz yaxshilikdan yaxshilik kutmaymiz. Biz yaxshilikni Allohdan kutamiz. Kimgadir yaxshilik qilsang deydi, 2 barobar bo'lib qaytadi deydi. Bu yaxshilik qilding, sen bitta musibatga tushib qolding yoki qanaqadir muammoga tushib qolgan paytingda qayerdandir nimadir bo'ladi, bu muammoing bitadi. Lekin kimlardir orqasidan kutmagan tarafingdan kelib qolib bitib ketgani, bu 2 barobar xursandchilik bo'ladi. Birinchisi ishing bitganiga xursand bo'lasan, ikkinchisi kutmagan joyingdan kelib qolib bitgani, bu 2 barobar xursandchilik bo'ladi. O'shaning uchun yaxshilik qilyapsanmi, bo'ldi. Alloh menga 2 barobar qilib beradi degan maqsadda shunaqa to'liq ishonishing kerak. Bo'ldi. Bu qattandir keladi, lekin qattanligini biz bilmaymiz. Lekin biz yaxshilik qilgan odamlarimizdan kutish kerak emas. Keyin bir inson aytib bergan edi. Bir insonni puli bor edi. Nujida bo'lib qolgan paytda borib so'raganda pul bermagan. Xafa bo'lib uyga kelib Qur'on kitobni o'zbekchasimda ochib o'qiganda ko'zi shunaqa satrga tushib qolganki, bandasidan so'rab, "Nima qilasan? Rizq berguvchi men-ku" degan oyatga ko'zi tushib qolganda keyin aytgan, haqiqatdan men Allohdan so'ramasdan bandasidan so'rayapman. Allohim kechirgin, Alloh o'zing bergin" deganda, Alloh qasdur sabablarga ko'ra o'sha ishlar bitib ketgan ekanda. Shuning uchun kimdir bizga yaxshilik qilmadimi, biza undan xafa bo'lish haqqimiz yo'q. Chunki bizani muammomizni hal qiladigan Robbimiz-ku. Shuning uchun biza faqat sababini qilib qo'yishimiz kerak. Bo'ldi, bitta bitmasa, значит, u bizani rizqimiz emas. Shunaqa deb bilish kerak. Keyin men o'zim ham ko'p kuzatganman. Endi shogirdlar ko'p bo'lgan. Biz o'zimiz ham sizni shogirdlaringizda, o'zimiz ham bir qanchasini taniymiz. Ular masalan e'tibor bermasa yoki xabar olmasa ham, lekin siz ular bilan faxrlanib yurasiz. Nimadir darajalarga erishadi-yu, "Men shogird mana bunaqa bo'ldi, falonchi bunaqa bo'ldi, men mana yerda ishlayapti" deb. Ya'ni ustoz samimiy xursand bo'lishi ham kerak ekanda. Endi albatta bu shogirdlarning qaysidir darajalarga yetishi bu ustozni faxri. Endi men qaysi shogirdim bilan faxrlangan bo'lsam, u shogirdlari mendan albatta kelib xabar olishadi va bilaman, ular o'sha turgan cho'qqisidan yuqoriga qarab ketishyapti. Hammalarini kuzataman. Dilimni og'ritib qo'ygan shogirdlarimni ham kuzataman. Ular ham o'zini darajasidan u yog'iga chiqa olmayapti-da. Lekin men ularni xohlamayman, shu ular darajasi pasayishini boshqa prosta omadini bersin deyman, prosta dilim og'rigani qoladi. Ko'raman, forti kelmaydi-da. Omadi kelmaydi. O'shaning uchun ustozlarni har doim e'tiborda ushlash kerak. Ustozlarga minnatdor bo'lish kerak, chunki har bir insonni o'ziga yarasha shogirdlari bor. Bu qaytar dunyo. Bu yaxshi shogirdga ham, yomon shogirdga ham eng yaxshi gap ham, eng yomon gap ham bitta so'z bor. Shogirdlaringdan qaytsin. Voy. bu endi takrorni. Endi yaxshi shogird uchun bu zo'r gap. Ustoziga ana shogirdlik qila olmagan shogirdlik uchun bu juda og'ir gap. O'shaning uchun
hamma o'zi shogirdlaridan nima ko'rishni xohlasa, ustozlariga ham xuddi shu narsani bera olish kerak. Do'ron aka, shunaqa holatlarni esla olasizmi? Mana shu shogirdingizga bergan maslahatingiz uni hayotini bir o'zgartirib yuborgan. Yoki mana boshida bir bola bo'lib keladi-da, siz bir qancha trenirovkalardan keyin ikkinchi bola bo'lib chiqib ketadi u. Ya'ni o'zgarib chiqib ketadi. Endi bu har doim shunaqa. Bizga kelgan bolalar o'sha haftalar, oylar o'tgandan keyin men hamma ota-onalar bilan suhbatlashaman. Chunki ota-ona bilan shogird, ota-ona bilan trener o'rtasida to'siq bo'lmasa, bola yaxshi o'sadi. Bu sport farzandligi, bolalarga har qanaqa xarakter beradi. Kimdir boradi, ana uyda ukalarini uradi, opalarini uradi, boshqacha bo'ladi, o'zini kuch-quvvatini ko'rsatkichi keladi, kuchliligini. Ko'chalarda urishib, sinfdoshlari bilan urishib, boshqacha bo'lishi mumkin, ta'sir qilishi mumkin. Ana shunaqa paytlarda ota-onalar bizga uyda nima bo'lyapti, ota-onaga bo'layotgan muomalalari, boshqalari hammasini bizga aytadigan bo'lsa, biza trenirovkani oxirisida turganda bola hammasiga tushuncha beramiz. Ota-onaga qanaqa munosabatda, aka-ukaga qanaqa, o'zi yurish-turish qanaqa bo'lish kerak, sportsmen qanaqa bo'lish kerak, bular hammasi to'g'risida biz tushunchalar beramiz. Agar ota-onani hurmat qilmayotgan bo'lsa, biz shunaqa aytamizki, bolalarga hammamiz tug'ilganimizda 4 kilo, maksimum bir 5 kilo hamda go'sht bo'lganmiz-da. Endi mana shu go'shtlikdan boqib, kechalari qarab, kasal bo'lganda uxlamasdan, mana shu bedor kechalari o'tkazib, mashinaga qarab oyoqqa turg'izsa-da, endi bu sal oyoqqa turib olib, uje gapirishdan o'rganib olgandan keyin, uje otasiga qarab, aqllilik qilib, uje nimadir qilib, o'dag'aylar nimadir qilsa, bu qanchalik darajada bu mardlik. O'zingni o'stirgan insoningga qarab turib, sen dilini ortishing qanchalik darajada mardlik bo'ladi. Sen mardmisan? Mard bo'lsang, marddek harakat qilish kerak deb tushuncha beramiz-da. Chunki ota-onani boqdimi, endi shunga yarasha mehribon farzand bo'lish kerak. Faxr olib kelish kerak. Bu qarindosh urug'larning ichida do'sti bor, dushmani bor. Hamma oilada shunaqa. Hamma oilani do'sti bor, dushmani bor. Qarindosh urug'ining ichida ko'ra olmaydigani bor. Ana shunaqalarning ichida chempion bo'lib, yosh bolalar bor. Yosh bo'lsa ham chempion bo'lib, shunaqa darajalarga yetishadi. Televizorlarda ko'rsa, butun O'zbekiston taniydi-da. O'sha qarindosh urug' degan do'st dushmani kelib turib, palonchi aka, yo palonchi opa, o'g'lingizni ko'rdim, mana bunaqa joyda, mana bunaqa bo'lib ketibdi, voy malades, mani o'g'lim ham o'xshasin, mani o'g'lim ham olib borsin desa, bu ota-ona uchun qanchalik faxrli bo'ladi bu. To'g'rimi? Albatta. O'shaning uchun farzand bo'lgandan keyin ota-onaga faxr olib kelish kerak. Ota-onaga rahmat olib kelish kerak. Kerak bo'lsa, ko'chada ikkita dona pirashka bo'lsa ham olib kelib, otajonim, onajonim, mana buni yeb oling. Men sizga ilinib olib keldim desa, mana shu ota-ona ichida ustida gapirmasa, ichida tako xursand bo'lib, o'g'lim o'zi katta bo'lib qopti, o'zi menga ilinib narsa olib kelyapti, menga mehribon farzand bo'lyapti degan narsa ichidan o'tadi, xursand bo'ladi. Ana o'sha xursandchiligi farzandini kelajagiga ulug' bo'lishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun biz ustozlar tushuntirayotgan paytda, bolalarni tarbiya qilayotgan paytimizda biz ota-ona qanchalik darajada hayotda muhimligini aytishimiz kerak. Ota-onani qanaqa ulug'lash kerak? Hajlarga olib borish kerak. Ota-onani yaxshi ko'rish kerak. Ota-onaga e'tibor berish kerak. O'sha uhajit qilish kerak. Ovqatlanib o'tirgan bo'lsa ham, uyda oldidagi tarelka bo'shab qolgan bo'lsa, olib, xudani ofitsiantlar qanaqa? To'g'rimi? Bir xil ofitsiantlar bor. Restoranlarda zo'r usluga qilib qo'yadi, lekin ota-onasiga qaramagan. Avvalambor birovga ko'rsatiladigan iltifotni ota-onaga qilish kerak. Men bolalarga har doim aytaman. Doda xo'jaligingni ota-onangdan boshla. Bir xillar sevib qolib qizlarni katta mishkalar badarka qiladi, to'rt tilla milla. To'g'rimi? Sen bu qizni qachondan taniysan? Senga qanchalik darajada bu nimadir qila olgan? Endi buni oldida seni go'shtligingdan tarbiya qilgan ota-onangga qilganing to'g'rimi? Yoki endi
tanishib takoni senga yoqib qo'ygan qizga qilganing qanchalik darajada to'g'ri? To'g'rimi? O'shaning uchun men har doim shogirdlarimga aytaman, eng oppo dodaligingni ota-onangdan boshla. Ota-onangdan ko'rsat. Ota-onang ko'rsin seni qanchalik darajada sen vashi zo'r bo'lib ketganingni. Ota-onang ko'rib va keyin aytsin, "Ha, farzandim gap yo'q. Shunaqa yedirgan ichirganlarimga roziman" desin. Ana o'shanda farzand va farzandligini qo'ygan bo'ladi. Mana shogirdlarda endi har xil holat bo'ladi-da. Nasroniyasi yaxshi bo'lishi bor yoki hayotida bir nimadirlar o'xshamay, har xil depressiyalarda yuradigan holatlar ham bo'ladi endi har xil. Shunaqada mana trenirovkaga kelganda qanaqa nima instrumentli ishlatasizki, uni bir kayfiyatini ko'tarish yoki o'zi komandaga qo'shilsa o'zi yaxshi bo'lib ketadimi? Endi bularga ham e'tibor berasizmi, ya'ni bunaqa holatlarga? Albatta, endi baribir ustoz ham otadek deydi. Otadek bo'lgandan keyin bu o'zini farzandidek ko'rib, buni joyi keladi, otadek bo'ladi. Joyi keladi, o'rtoqdek bo'ladi. Shunaqa paytda chaqirish kerak va so'rash kerak. Odam ana uyaladigan joylari bor, birov gapira olmaydigan joylari bor. Ana shunaqa paytlarda ozgina chaqirib, nima bo'pti? Mana bunaqa edi, mana bunaqa nima, bu yordam kerakmi deb sekin gaplashib, u yoqdan gap olsa, o'zi sekin lop etib gapirib qo'yadi. Shunaqa paytda keyin aytiladi. O'rtoqlar bilan bo'lsa qanaqa bo'lish kerak? Bitta mana o'zimning hayotimda o'rnak oladigan bitta rivoyatim bor. O'shalarni aytib beraman, ularga ham o'rnak bo'lsin. Bir inson yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan, yomonlik bo'lishi qaysidir yaxshilikni evaziga bo'ladi degan fikrda yashab, podshohni eng yaxshi ko'rgan vaziri darajasiga yetishadi. Va kuni kelib podshohni barmog'iga tiqtayib, barmog'i uzilib tushadi, vazirlarni chaqiradi. Vazirlarim nima tafsir berasizlar deydi. Endi podshohimizni barmog'i uzilib tushadi, yaxshilik bo'ladimi, bu bizga musibat deydi. Keyin ani yaxshi ko'rgan vazir aytadiki, shohim deydi, yaxshilik ham yomonlik Allohdan, har bir yomonlik qaysidir yaxshilikning evaziga bo'ladi deb turib yaxshilikka fikr bildirsa, podshohni g'azabi keladi. Endi meni eng yaxshi ko'rgan vazirim yaxshilik ko'ryaptimi deydi, u yaxshi ko'rgan vazirni zindonga tashlaydi. Keyin o'sha kuni ovga chiqish kerak bo'ladi. Jahli chiqib ovga bitta o'zi chiqib ketadi. O'rmonda kiko'lab yursa, odamxo'rlarning qo'liga tushib qoladi. Odamxo'rlar o'sha kuni qurbonlik qilish kerak bo'ladi. Qarasa qurbonlik o'zini oyog'i bilan kelib turibdi. Keyin shapa olishadi, buni qurbonligiga tayinlashadi. Keyin ularning amiri keladi, hamma a'zosini bunday tekshiradi. Qarasam uni barmog'i yo'q. Deydi, bu qurbonligiga yaramas ekan deydi. Keyin uni qo'yib olishadi. Endi odamxo'rlar bilmaydi-ku bu podshohligini. Keyin bu yurtiga qaytib kelayotganda ani vazirning gapi esiga tushadi-da, to'g'ri borib zindonga borib, ani vazirdan kechirim so'rayman deb, endi tiz cho'kib kechirim so'rayman desa, ani vazir aytadiki, podshohim deydi, men sizga aytganman deydi, yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan, har bir yomonlik qaysidir yaxshilikning evaziga bo'ladi deb aytganman-ku deydi. Bu siz meni zindonga tashlaganingiz deydi. Sizni o'rningizga odamxo'rlarning qo'lida qurbonlik bo'lib ketishimdan Alloh meni saqlagani bo'ldi deydi. Ya'ni agar zindonga tashlamaganda u birga borardi, podshohniga yetkazib yuborardi, ana uni to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Qurbonlik bo'lib ketishda Alloh saqlab qolgani bo'lgan ekanda. O'shaning uchun hayotda nima bo'lsa yaxshilikka. Mana shu 11-sentyabr Amerikadagi bo'lgan voqeada tirik qolgan odamlardan so'raganda, bittasi probkaga tiqilib qolgan, bittasi uxlab qolgan bolasini maktabiga olib borish kerak bo'lgan, bittasi anu narsa pishirayotgan bo'lgan, boshqa qilib ketgan, va kech qolgan. O'sha hammasi mana shu sabablarga ko'ra o'sha yerda ajali yetmagan ekan, o'sha yerda yaxshilik bo'lib qolgan. Probkada tiqilib qolgani ham, boshqa bo'lgani ham hammasi hayotini saqlab qolishiga sabab bo'lgan. O'shaning uchun nimaiki narsa bo'lsa, yaxshilikka deb qabul qilish kerak. Yaxshilikka yo'l yurish kerak. O'zi bu narsa o'zi hayotda boshqa tarafdan ham qanaqa foyda berar ekan. Ya'ni har bir narsadan yaxshilikni kutaverasiz-ku. Ya'ni ana aytadi-yu, pashsha bir narsa ko'rinadi, hamma butun dunyo bir narsa bo'lib ko'rinadi, ariga butun dunyo asal bo'lib ko'rinadi. Endichi o'zi hayotda shunaqa toifa insonlar bor ekanda. Ularni ming tarbiya qilgan, baribir o'sha qarab ana aytadi-ku, bo'rini ming boqqan deydi, o'rmonga qaraydi deydi-yu. O'shaning uchun shunaqa insonlar bor ekan, soch mana pashshalar bularni bog'ga olib kirib qo'ysa, o'sha bog'dagi ana axlatlarni qidirib
axlatga borar ekanda. Arilarni ham axlatxonaga olib borib qo'ysa, u axlatxonadan shu boqqa qidirib boqqa chiqib ketadi-da. O'shaning uchun insonlarni shunaqa toifalari bor, ularga yomonligini tushuntirib bergan taqdiringda ham ular yomonligini ko'rib turib ham yomonlik qilaveradi-da. Chunki ularni toifasi shunaqa toifalardan ekan. Biz endi mana trener bo'lib o'rgatib harakat qilamiz, bu yomon, bu mana bu tushuntirishga, to'g'ri yo'lga olib borishga harakat qilamiz. Lekin bu to'g'ri yo'lga ketib, o'zini o'sha to'g'ri hayotda olib borsa, to'g'ri hayotda bor durnoy kayf deydi-ku. Va durnoy kayf bor va aqlli maza qilish bor-da. O'shaning uchun kimgadir durnoy kayf yoqadi. Misol uchun kimlargadir mana diskotekalar, u yoq bular xarajatli-da. Misol uchun xarajatliga ko'proq boradi, chimtekinga, masjidga borgandan ko'ra. O'shaning uchun biz tarbiyani qilamiz, beramiz, natijasi o'zidan. Odam o'zini o'zi ham xor qilishi mumkin ekan-da. O'shaning uchun iloji boricha tarbiya qilganda to'g'ri yo'nalishga yo'naltiraveramiz. Natijasi endi Xudodan. Mana har bir ustozni o'zining yo'nalishi bor. Kimdir sportda, kimdir matematika, ingliz tilida. O'shalar shogirdiga bir bilim berayotganda, mani fanim muhim, boshqa narsaga unchalik fokusini qaratmagan degandek qiladi. Masalan, sportda ham zo'r sportmen bo'lishga u bu deydi, lekin ilmdan to'sib qo'yishi mumkin. Mana shu narsalar qanchalik bir uzoq muddatli deb o'ylaysiz? Endi har bir ishi o'zini o'rni bor. O'shaning uchun afzalliligiga qaraladi. Agar boradigan joy muhim bo'lsa, borgani yaxshi. O'shaning uchun hammasini o'zini o'rnida, joyida qilib, hayotidagi qo'yilgan maqsadiga erishish uchun nima qilish kerak bo'lsa, boshida aytdim, o'sha narsalarni fokusini qaratgani yaxshi. Trenirovka bo'lyapti, ustozni kayfiyati buzildi, nima bo'ladi? O'nglab ola oladimi, yo butun boshqa narsalarga ham ta'sir qilib ketadimi? Endichi ko'pchilik insonlarda shunaqa holat bor, kayfiyati bo'lmasa, boshqa odamlarga ham xuddi shu kayfiyatda murojaat qilaveradi-da, javob beraveradi. O'shaning uchun agar menga keladigan bo'lsa, meni kayfiyatim yo'q bo'lsa, kim bilandir ro'baro kelib qolsa, u odam aybi yo'q, meni kayfiyatim buzilishiga. Degan ma'noda men hamma narsani unutib, fokusimni o'sha insonlar qanaqa kayfiyat bo'lsa, xuddi o'shanga qarataveraman, chunki kayfiyati yaxshi bo'lsa, kulli yaxshi o'tadi. Mana shu Muhammad Ali ham, boks qiroli Muhammad Ali ham jangga chiqishdan oldin hammani razvolkadan chiqarib yuborib, eshikni qulflab qo'yib, oynaga qarab turib, o'ziga o'zi kulib, tabassum qilib, o'ziga o'zi aytar ekan, men dunyodagi eng chiroyli odamman. Mani bo'ylarim baland, mani qo'llarim uzun, oyoqlarim chaqqon harakatlanadi. Butun hozir ziritil to'la odam hozir meni ko'rgani keldi. Mani jangimni ko'rgani keldi. Men hozir ularga chiqib, shunaqa janglar ko'rsataman, hammasi maza qiladi. Men hozir chiqib o'tganimda, mendaqa ko'rinishda chiqib kelaman, odamlarga mendaqa gaplar gapiraman. Keyin ringlarga kirganda mendaqa narsalar qilaman. Raqibimga qarab mendaqa qilaman. Keyin jang boshlagan paytda birinchi raund mendaqa qilaman, ikkinchi raund mendaqa qilaman, uchinchi raund men bu joyga kelgan paytda men bunda chalg'ib turib, men bu udarim bilan urib, nokaut qilaman degan rejalar, planlarni tuzib olib turib, ringga chiqib xuddi o'sha narsani qilar ekan. Odamlar ham mana shu press konferensiya paytida men seni mana raund nokaut qilaman degan bo'lsa, imенно o'sha raundni o'sha payt kelgan paytda men bir-biri bilan gaplashmasdan jin tomosha qilishar ekan, o'sha momentini qo'yib yubormaydi-da. O'shani aytgan momenti kelyapti deb, o'sha imенно fokusini o'sha momentga qaratib turishar ekan. O'zini reja qilgani bo'yicha xuddi o'sha chiqib kelish, xuddi o'sha holat, xuddi o'sha raundga kelgan paytda xuddi o'sha holat, udari bilan nokaut qilar ekanda. O'shaning uchun bu samovunishiniya bilan inson o'zini kayfiyatini o'zi ko'tarish kerak avvalambor. O'zini kayfiyatini qanchalik ko'tarib olsa, kuni ham xuddi shunaqa kayfiyatda o'tadi. Ana aytadi-yu,
man har kuni ertalab aqlli insonlar bilan gaplashishni yaxshi ko'raman, o'shaning uchun oynaga qarab o'zim bilan o'zim gaplashaman deydi. Xuddi o'shanga o'xshab, inson o'zini kayfiyatini o'zi ko'tarib, bugun men uchun zo'r kun. Bugun men shunaqa ishda qilaman, men bu ishlarni qilib olaman, men bu ishlarni bitirib olaman, men bu yaxshiliklarni qilaman. Inson bir kunda hatto bir marta bo'lsa ham rahmat degan so'zni eshitish kerak ekanda. O'shaning uchun odam o'zini nastroy qilgan paytda shunaqa yaxshi kayfiyatlar bilan yaxshi rejalarni tuzib olish kerak ekan. Ana o'sha reja bilan zavod oladi-yu. Qanchalik mo'shli zavod bo'lsa, buni xuddi shunaqa energiya bilan o'tadi-da. Men o'zi hayron bo'laman. Siz 15 yildan oshiq taniydigan bo'lsa, har doim ko'rishganda ham, telegramlashganda ham eng yuqori kayfiyatda gaplashiladi. Do'ron ekan, o'zi xafa bo'larmikin. Ya, aytdim-ku, chunki yaxshilik, yomonlik Allohdan, har biri yomonlik bo'lishi yaxshilikning evaziga. Menga nimadir yomonlik bo'lib qolsa, boshqa qilib qolsa, alhamdulillah deb qo'yaman. Buni ham nimadir hikmati bor deyman-da, ozgina kutaman nimaligini. Ozgina vaqtdan keyin o'zi chiqadi. Nimaligi kelib chiqadi, keyin tushunaman. Значит, men bu bekorga bo'lmagan ekan. Men bu odam meni oldimdan bekorga ketmagan ekan. Alloh meni oldimdan uni bekorga uzoqlashtirib qo'ymagan ekan. O'shanda meni Alloh saqlagani bo'ldi deyman, tushunaman nimaligini, qanaqaligini. Qanchalik odamni shakllanishiga yordam beradi o'zi sport. Sportga faqat shu urushni bilish uchun kelish kerakmi yoki umuman hayotda ham kerak bo'ladimi? Hozirgi ko'p yoshlarni qaraydigan bo'lsa, ko'pchiligi ko'chada takoni muloyim, takoni yuradi. Lekin u bolalarni kompyuter xonada Counter Strike'lar bor-ku, shuna Counter Strike o'yini o'tganlarini kuzatsa, mana 5-6 komanda bo'lib o'tirishadi-ku. Bir narsa so'kadi, mano deydi, so'kinib, azat bilan gaplashib, boshqa qilib o'tiradi-da. Vajohat bilan o'tiradi-da. Lekin ko'chaga chiqqan paytda takoy melinki bo'lib qoladi, takoy saviya vashi past. Nimaga desa? Nimaga? Counter Strike o'yini o'tganda avtomat, bazukalar, granata, pichoq, вооруженный yuradi-da. O'shaning uchun buni xarakteri moshni. O'zi ko'chaga chiqqandan keyin, ko'chada avtomat yo'qmi? O'zini slabik his qiladi. O'shaning uchun bizlarni hozir ko'p pokoleniyalarimiz takoy azart yo'q, shijoat yo'q. Erkaklik, mursko xarakteri yo'q-da. Tushunasizmi? O'shaning uchun bolalarni mana shu anaqalardan uzoqroq qilish kerak. Kompyuterlardan uzoq qilish kerak. Ko'z zreniyasi ketyapti, boshqa ketyapti. Bu o'yinlar bolalarning vaqtini o'g'irlayapti. Endi bu bizani bolalarimiz qanchalik bu o'yinlarga mukkasidan ketib, tupoy bo'lib qolgandan ko'ra, hatto bu sport qilib, kuchli bo'lib, vatanning himoyasiga hatto yaraydigan bo'lish kerak. Vatanimizni, oilani har doim himoya qilishga tayyor turish kerak, kuchli bo'lish kerak. Ertaga opasini, singlisini yoki uchrashuvga chiqqan paytida qizi bilan ketayotganda 5-6 tasi, qizing vashi zo'r narsa ekan, oting nima bu narsa desa nima deydi? Bularni eshitma, ketdi deydi-ku, to'g'rimi? Granatam yo'q deydi. To'g'rimi? O'shaning uchun erkak kishi quvvatli bo'lish kerak, shijoatli bo'lish kerak, erkaklik xarakteri bo'lish kerak. Ana o'shanda ishimizda ham, bizani davlat korxonalarimizdagi ishlarda ham rivoj bo'ladi. Shunaqa darajadagi energetичный bolalar bo'ladi. Sportga qarab turib xarakter shakllanadi. O'shaning uchun iloji boricha bolalarni kompyuterdan emas, sportga berish kerak, sog'lig'ini qilish kerak. Bu sportni bolalar bilan tanishadi, oshnoqani orttiradi, sog'lig'ini yaxshilaydi, musobaqalarga chiqadi. Bu udarlar qanaqa odamga ta'sir qilishini his qiladi. Ko'chada himoya qilib, o'zini himoya qilayotgan paytda 5-6 tani ichida o'zini himoya qilayotgan paytda kuchi boricha urib, bittasi o'lib qolmaydi masalan. Bor bolalar bor shunaqa, o'zini himoya qilgan, urgan, bola o'ldi, bu qamalib ketdi. Nimaga qamaldi? Bu o'zini himoya qilgani uchun qamaldimi? To'g'ri aytayapman? O'shaning uchun himoya qilayotganda ham, urayotganda ham o'sha udarni qanchalik darajada buni yo'llashni ham bilish kerak. Professionalizm bolada uyg'otish kerak. Mana men o'zim kickboksingda
Muay-Thai'da, boksda, universal jangda, pinchak silatda mana shu tushgan bo'lsam, urushgan bo'lsam, hammasida pravilasi har xil. Misol uchun kickboksing urushib yurgan bo'lsam, boksdan musobaqaga chiqyapmanmi, mana shu oyoqni ishlatib yuborish kerak emas. Ketib qolish kerak emas. Xo'p, ketib qolish kerak emas. Mana shuni o'zini kontrolda qilish kerak. Ani azatda bang tep qo'yib, uxlatib qo'yib yutish kerak emas-da. Aql bilan yutish kerak. Значит, oyoq yo'qmi? Значит, oyoqni saqlash kerak. Qo'lni faqat qo'lni o'zida urish kerak, qo'lni o'zida qilish kerak. O'shaning uchun bolalarda professionalizmni ham o'rgatish kerak. O'zini boshqarishni o'rgatish kerak. Birovga mana shu o'zida mana shu parallada ishlab turib, o'ziga udar o'tkazgandan keyin bu udarlar qanchalik darajada ligini his qila olsa, ana o'shani urayotgan paytda ham o'shani his qilib uradi. Ana o'shaning uchun bolalarni sportga berish kerak. Sport bilan endi men fikrim, yoshlikda bolalarni o'qishdan bo'sh paytini sport bilan o'tkazib turib, bularni yurt ko'rdirib, joy ko'rdirib, odamlarning ichida muomalalarni o'rgatib, boshqa qilib, mana shu institut darajalarigacha, institutdan bitirgangacha shug'ullanib, mana shu o'zini butun O'zbekistonda tanitib, obro'sini oshirib olsa, ana u oshirgan obro'si ishga kirgandan keyin bunga ishlaydi. Oldin siz nomingizga ishlaysiz, keyin nomingiz sizga ishlaydi. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Biznesda ham xuddi shunaqa. Sigirga yem bermasang, sut bermaydi. O'shaning uchun yaxshilab mehnat. Mana Qur'onda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Inna ma'al usri yusra va inna ma'al usri yusra." Har bir qiyinchilikdan keyin yengillik beraman deydi. Bu oyat 2 marta qaytalanib kelishligini grammatически tarjima qilganda har bir qiyinchilikdan keyin 2 barobar yengillik beraman degan ma'no bilan tenglashtiriladi. O'shani hisobiga men ham hayotimda nimadir qiyinchiliklar bilan erishayotgan bo'lsam, takani o'ylayman. Bu qiyinchilikni 2 barobar qanaqa yengilligi bor ekan deyman, tako zagadka bo'ladi. Tako qiyinchilik bo'lsa quvuraman. Keyin ras payt keladi, rohat ko'radigan payt kelganda, anu qiyinchiligimni va rohatim shu bo'lsa kerak deb qo'yaman-da. O'shaning uchun har bir qiyinchilikdan keyin 2 barobar yengillik bo'ladi. O'zi mana yoshlarda tabiiy mana energiyasi yuqori bo'ladi. Yoshlik paytda, o'smirlik paytda uni qaqadir chiqarib olishingiz kerak-da. Yo borib, diskotekaga borib chiqarib olasiz yoki kelib bu yerda sportni chiqarasiz-da. Endichi mana biza 2001-yildan mana kickboksingda rahbariyatda mana ishlab keladigan bo'lsam, bizda kickboksingda qoni qaynagan bolalarni kickboksingni yaxshi ko'rishi bu tabiiy. Nimaga? Barbaga borsa, bares 10 tadan bittasini dumalatadi, qolgani tepkilaydi. Boksor 10 tadan 5 tasini uradi, va qolgan 5 tasi tepkilaydi. Orqasidan uradi, boshqa qiladi. Kickboksingga borsam deydi, kickboksingda deydi, ham uradi, ham tepadi deydi, 10 tadan va bemalol chiqib keta olayman deydi. O'shaning uchun kickboksingga qoni qaynagan bolalarni yaxshi ko'rishi bu tabiiy. Endi bu bolalar kelgandan keyin bu bolalarning kuchini ko'chaga emas, zalga ishlatamiz, mishokka ishlatamiz, paraga turib parada ishlatamiz. Bular kuchi qolmagandan keyin uyga boradi, ovqat yeyishga ham kuchi yo'qmi, tabi tashiydi, ertalab turadi, uxlab qolman deydi, maktabiga ketdi, maktabidan zalga kelish kerak deydi. Mana shunaqa yurib, keyin bular biz musobaqaga olib chiqamiz. Yutadi, chempion bo'ladi, keyin sekin bularni radioda, jurnalda, gazetada, televideniyada ko'rsatuvda bularni sekin reklama qilib, как flag ko'taramiz. Bular mana shu o'sib o'tgan pakalinglarning orasida bular kumir bo'ladi. Palonchaka, anu palonchi, men palonchani bir achkasiman, men palonchakani ukasiman, men palonchakani yonida yuraman. Mashina bilan yosh bolalar bular atrofdagilar faxr olib keladi. Faxr olib keladi, kumir bo'ladi, yo'lboshi bo'ladi, motivatsiya bo'ladi, qolganlarni sportga kelishga sabab bo'ladi. Biz mana shu taraflama, mana shu bolalarni to'g'ri yo'lga saprovojdat qilib olib boramiz. Bularni hozir podrastkoviy paytida ursa eti qotadi, so'ksa beti qotadi. O'shaning uchun bularni urmasdan, so'kmasdan, tako anu tamizni betamizdan o'rgangan deydi-yu. O'sha betamizni yomonligini, kadrini ko'rsatib turib,
o'rnak qilib shunaqalardan bo'lib qolmagin deb turib biza bularni to'g'ri yo'lga yo'naltirib to'g'ri joyga harakat qilamiz yurg'izishga. Demak, qarang, yaxshi ustoz bo'lsa, bitta odam orqali butun jamiyat to'g'irlanib ketishiga ham sababchi bo'lishi mumkin ekan-da bu. Albatta. Mana bir shaharda, bir yurtda amiri aytgan, mana shu hovuz, qurigan hovuzga hamma xonadon chiqib bir chelik sut to'ksin ertalabgacha degan. Mana shu hovuz sut bilan to'ladi degan. Yarim kechasi, yarim tunda bitta inson hozir mana shu bir chelik sutni to'ksam, undan ko'ra bolalarimga yedirib turib bir chelik suv to'kib yuborsam, shunchani sut ichida bir chelik suv bilinmaydi-ku deganda chiqib bir chelik suv to'kib yuborganda. Keyin amir chiqib turib bundoq qarasa, hovuz to'la suv bo'lgan. Nimaga desa, chunki hamma xuddi shunaqa o'ylab turib, chelikda suv to'kib urganda. O'shaning uchun biza hamma mana qilyapti-ku deb biz ham shunaqa yuraversa, jamiyat buzilib ketadi. Agar biza o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak deb turib, biza o'zimizni vazifamizni qilib, o'zimiznikini ko'rsatib bera olsak, o'zimizni vazifamizni qilib qo'ysa vijdona, bo'ldi, qolgan hammasi to'g'rilanib ketaveradi. Mana shu Makkada namoz payti bo'lganda tavof qilinayotgan Makkani atrofida, Ka'bani atrofida tavof qilinayotgan minglab odam bir deganda hammasi saf tortib namozga tayyor turadi, hammasi birdaniga chikka to'g'rilanadi. Nimaga? Hammasi birdaniga to'g'rilanib qo'yapti desa, har bir inson o'sha yerda o'zini o'zi to'g'rilaydi. Hamma o'zini o'zi to'g'rilagandan keyin hamma to'g'ri bo'lib qoladi. O'shaning uchun jamiyatda anu mamnaqa bu mamnaqa deyishmas. Inson o'zini o'zi avvalambor birinchi to'g'rilash kerak. Hamma o'zini o'zi to'g'rilasa, jamiyat to'g'ri bo'ladi. Shogirdlaringizdan ham nimadirlar o'rganganmisiz? Masalan, qaysi shogirdingiz sizga o'rnak bo'ldi-da? Zo'r narsa ekan deb turib, siz ham o'shandan keyin qaytardingiz. Albatta, bu hayotda odam analiz qilish kerak. To'g'ri narsalar bo'lsa, olish kerak, rahmat deyish kerak. Endi 21-asr biza davr bilan hamnafas bo'lib yashashga harakat qilyapmiz, lekin hozirgi o'sib kelayotgan yoshlar innovatsiya bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, ular bizdan o'tishyapti. Biza bu narsalarni o'rganish bu biz uchun or emas. Naborot faxr. O'zimizni shogirdlarimiz shunaqa darajaga yetibdiki, biz ularda o'sha narsalar o'rganyapmiz. Bu savolni berganim ustozlik qilib turib ozgina kibring ketib qolish ham mumkin-ku, to'g'rimi? Shunaqa bo'lish ehtimoli bor-ku. Ya'ni mashina bo'lish kerak emas ekan. Ya'ni hammadan o'rganishimiz kerak. Biz ustozmiz, lekin bizga ham kimdir ustozlik qilish mumkin, hatto shogirdimiz. Xuddi shunaqa. Endi har xil ustozlar bor. Endi hozirgi kunga kelib turib, musobaqaga chiqmagan odamlar ham zal ochib, trenerman deb trenirovka qilib yotibdi pul uchun. Endi ular hozir sportimizni nufuzini ham tushiraveryapti. Misol uchun bizga mana Temur Muhammadjanov professionallarda jahon chempioni bo'lib kelganlarida chempionlar poyezdlarini ko'rib biza orzu qilardik. Biza o'sha chempionskiy poyezd uchun professionalda urush uchun respublikalarni yutamiz, urovin chiqib turib professionalda urushamiz degan o'y bor edi. Harakat bo'lgan. Hozirgilar ana boryapti, kamar yasatyapti-da. 8-9 yosh bolalarni ham anu yeng kelgan bolalar bilan bir-biri bilan urushib turib, bo'yniga kamar taqib qo'yapti. Anu 9 yosh bola o'zida katta kamari zo'rg'a ushlab turibdi. Qanaqa bo'lishi mumkin? 7-8 yosh, 9 yosh, 10 yosh bolalarga professional deb turib urishtirib, u professionalni urishtirayotganlarni hozir ko'rolma to'g'ri urishni bilmaydi. Bu birinchi. Ikkinchidan, ularga motivatsiya berib, "Davay, sportda mana bunaqa urovingga yetishasan, davay, mana bunga harakat qilgin" desa, mana Mike Taysonlarni misol uchun, mana Mike Taysonlar mana bunaqa chempion darajaga yetganman, chempionskiy poyezdlari bor desa, "Mana uyimda 4 ta kamarim yotibdi-yu" desa. Endi u Mike Taysonning kamari qatta, Ruslan Chigayevlarning kamarlari qatta, Shohjahon Ergashevlarning kamarlari misol uchun qatta, buni uyidagi 4 ta kamari qatta. O'shaning uchun bizani sportimizni
obro'sini va shu o'ldirib o'tgan trenerlarimiz bor. O'shaning uchun bolani ko'p trenerlar kelgan ahamiyat beraman. Yutqizib qo'ygan jangida ham urushadi, talashadi. Mani bolam yutdi deydi, boshqa deydi, chempionlikni olib beradi. U bola bu kelayotgan bolaning maqsadi nima edi? Chempion bo'lish. Endi bu olib bo'ldimi, chempion bo'lib bo'ldimi? Bunga sport nimaga kerak endi? To'g'rimi? Bo'ldi, men sportdan oladigan olib bo'ldim deydi, boshqa yoqqa boraman deydi, boshqa yoqqa ketadi. Anu trener narigin bilan urushgani, to'palashgani qoldi. O'shanga xato kamchiligini etsa, "Men buni hisobiga sen yutqizib qo'yding, men xatoying ustida ishlash kerak" desa, o'sha to'g'rilolmayotgan xatolarni ustida ishlab, o'sha to'g'rilab harakat qilsa, ana o'shanda chempion bo'lsa, bu boshqa gap. Misol uchun Bakoy uchta tarafdan Bakoy sudyalar o'tiradi. Nimaga? Chunki bir yoq tarafdan ko'rgani ikkinchi tarafdan ko'rinmay qolishi mumkin. O'shani hisobiga 3 ta Bakoy o'tiradi, 3 ta Bakoy sudya o'zini ko'rayotgan zarbalarini, aniq zarbalarni hisoblab, ball berib, o'sha ball hisobiga yutadi. Endi bu 3 ta tarafdan turib, ko'rib, natijani yig'ib e'lon qilyapti. U treneri "Mani bolam yutuvdi", bu bir tarafdan ko'rib turib. Faqat urganni ko'radi, kalteganni hisoblamaydi masalan. Ko'p ota-onalar ham, trenerlar ham, boshqasi ham, misol uchun faqat o'zinikini anu urayotgan, zo'r, malades, zo'r deydi, anu deydi, lekin kaltayotganini ko'rmaydi. O'shani hisobiga anu g'alaba nariginga berilsa, "Meniki yutuvdi-ku, ne bermaysan, yo'q deydi, janjallashadi, to'polon qiladi." Bu odam o'zi ko'rib no'rinda. Da. O'shaning uchun biza bolalarni chempion qilish kerak emas. Biza bolalarni yaxshi inson qilib tarbiya qilishimiz kerak. Do'rniki savollarim rosa ko'p, lekin vaqtimiz ham chegaralanganligi hisobiga bir oxirgi tilaklarni aytsak. Mana shogird qanaqa ustoz tanlash kerak? Ustoz shogirdga qanaqa munosabat bo'lish kerak? Bitta oxirgi so'z aytsak. Endi avvalambor ustozni yaxshi yomoni bo'lmaydi. Shogird bo'lgandan keyin o'zini ustida yaxshi ishlasa, harakatini qilsa, sababini qilsa, Alloh yuqori darajalarga ko'taradi. O'shaning uchun o'zini ustozga fidoyi bo'lish kerak, xoin bo'lish kerak emas. Misol uchun ota bolasini boqdi katta qilgandan keyin o'rtog'ini adasi "Keyin men senga uy bitta mashina olib beraman, menga o'g'il bo'lgin" desa, "Bo'pti, ya sen meni adam emassan, men bo'ldi o'zimga adam topdim" ketmaydi-yu. Xuddi o'shanga o'xshab ustoziga fidoyi bo'lish kerak. Ustozi qilayotgan mehnatlarni qadrlash kerak va o'shanga yarasha javob qaytarish kerak. Ustoz hamma ustozlar bir xil. Faqat shogird ustozini o'ylagan natijasini berish uchun o'ylagan narsalarini amalda qilib berish kerak. Davron aka, bizani muxlislar sovg'a olish yaxshi ko'rishadi. Mana buni hozir ko'rdi, eksklyuziv, bu. Albatta. Kimga beramiz bu sovg'ani? Nima deysiz? Mana shuncha yaxshi gaplar bo'ldi. Eng zo'r olgan hikmatli gapini yozganga. Mani gaplarimni hayotda amalda ko'rgan insonlardan kimda nima amalda ko'rgani bor, o'shani yozsa. Kommentda. Bu boya aytgancha tanishtirmadim. Mega Sport bu klub, ustozimizning klublari, bu kickboks klubi. Buni mana shunaqa eksklyuziv o'zi mana Do'ron aka bilan qancha ko'rishsa, sovg'a berib yurishni yaxshi ko'radilar-da. Bularga aytaman, Qorboboda ham buncha sovg'a yo'q bo'lsa kerak deyman. Uyimda qancha haligacha olib qo'yganman. Chunki Qorbobo meni shogirdim. Bu Mega Sportda tarixi katta. Bu Mega Sportga 94-yil Sardor aka Tashqadjayev asos solib, bu Mega Sport tashkil topgan. 2017-yil Mega Sport rasman Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tib, O'zbekiston Mega Sport havaskor va professional assotsiatsiyasi deb nom olib, men hozir shu assotsiatsiyaning prezidenti hisoblanaman va bu Mega Sportdan mana Kamron Gulamov, Central Asian universitetining rektori, yana Saken Po'latov Jitabayevich, ular Bobur Ashrapov Jamoat xavfsizligi universitetining prorektori va shunga o'xshagan juda ko'p insonlar bu Mega Sportdan
tahsil olgan va Alloh rahmat qilsa Murodxon To'rayev ham musobaqalarda mana Megasport nomlarida mana ishtirok etgan va u ham bizning faxrimiz bo'lgan shogirdlarimizdan biri va mana shu Megasport assotsiatsiyamiz nomidan eksklyuziv sovg'a deb beramiz. Qani mana aytgan narsalarim bo'yicha hayotida qanchalik darajada bo'lib, mani gapimni qanchalik darajada tasdiqlay olishadi. O'shani kim kommentariyada yozib qoldirsa, tagida srazu telefon raqaminglarni ham yozib qoldirsanglar. Albatta. O'shandan bittaga eng mayli 3 taga qilaylik. Eksklyuziv 3 ta insonga beramiz. Davron aka rahmat. Suhbat juda mazmunli bo'ldi. Siz bilan qancha ko'rishsam ham, qancha hikmatli olsam ham, bugun yana shunchasini oldim. Bugun borib yana ancha-muncha qiladigan ishlarim borligini bildim. Rahmat. Eshigimiz har doim ochiq. Sizlar bilan hayotimiz yanada yaxshi bo'lishini tilakdoshiman.